Eng katta maqsad, ya'ni shu qishloq xolis qishloqlarda yashovchi aholining turmush darajasini yaxshilashdir. Qolaversa, shu Orolbo'yi mintaqasida ekologik va ijtimoiy-iqtisodiy vaziyatni barqarorlashtirish, yaxshilashga qaratilgan. Ushbu loyihani ekologik jihatini gapiradigan bo'lsak, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 7-sentyabrdagi 541-sonli qaroriga muvofiq, ya'ni bu yangi qurilish bo'ladimi, xoh rekonstruksiya bo'lsin, maktab, bog'cha, tibbiyot muassasasimi yoki boshqa obyektlarni oladigan bo'lsak, bular barchasi 4-toifada obyektlar hisoblanadi. Ya'ni atrof-muhitga bunaqa katta zarar yetkazadigan obyektlar hisoblanmaydi. Har bir amalga oshiriladigan sub-loyiha bo'yicha, ya'ni qurilish boshlanishidan oldin atrof-muhitga ta'sirini ko'rsatish bo'yicha loyiha oldi va loyiha hujjatlari qilinadi. Bu nima degani? Ya'ni mahalliy hokimiyat tomonidan yer ajratish vaqtida o'sha hududda qurilish ishlarini olib borish mumkinmi yoki mumkin emasligini ko'rsatib beradi. Ya'ni bo'lishi mumkinki, misol uchun o'sha bir qishloqda maktab qurilishi rejalashtirilgan, lekin shu maktab atrofida, shu tanlangan yer atrofida sanoat korxonalari mavjud bo'lishi mumkin. Ya'ni ertaga bu o'zini ta'sirini albatta ko'rsatadi. Shuning uchun har bir qurilish loyihasidan oldin shu atrof-muhitga ta'sir baholash hujjatlari tayinlanadi. Ya'ni keyinchalik shu hududda qurilishlarni olib borish mumkinmi yoki mumkin emasligini ko'rsatib beradi. Bundan tashqari shuni ta'kidlash joizki, Islom taraqqiyot banki qolaversa Jahon banki talablariga muvofiq har bir sub-loyihani amalga oshirishdan oldin, ya'ni qurilish ishlarini boshlashdan oldin atrof muhit va ijtimoiy boshqaruv rejasi ishlab chiqiladi. Buning uchun alohida mahalliy yoki xorijiy konsalting kompaniyasi jalb qilinadi. Shu bilan birga loyihaning ekologik jihatlarini gapiradigan bo'lsak, qurilish davrida shu mahallada, qishloqlarda istiqomat qiluvchi fuqarolardan shakllantirilgan jamoatchi nazoratida bo'ladi. Bu nima degani? Ya'ni shu quruvchi tarafdan olib borilayotgan qurilishlar to'g'ri olib borilyaptimi? Shu hududdagi mavjud daraxtlar kesilyaptimi yoki yo'qmi? Bundan tashqari, shu loyihalarni amalga oshirish guruh tarafidan ham o'z nazoratini olib boradi. Qolaversa, shu qurilish maydonida hududdagi to'plangan chiqindilar to'g'ri joylashtirilyaptimi, shu o'z vaqtida olib chiqib ketilyaptimi, shu taraflama ham jamoatchi tarafdan, ham loyihani amalga oshirish guruhi tarafdan ham nazoratda doim bo'lib turadi.